UzAvto sanoat aksiyadorlik jamiyati tomonidan Toshkent shahrida xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuniga bag'ishlangan ochiq eshiklar kuni tadbiri o'tkazildi. Unda avtomobilsozlik sohasida ochiqlik va shaffoflikni mustahkamlash, jamoatchilik bilan muloqotni rivojlantirish hamda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish masalalari muhokama qilindi. UzAvto sanoat aksiyadorlik jamiyati va tizim korxonalarida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Mazkur tadbir avtomobilsozlik sohasida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatni shakllantirish hamda jamoatchilik bilan ochiq muloqotlarni kuchaytirishga qaratildi. Kompaniyamiz korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida tizimli ravishda faoliyat olib boradi. Biz doimiy asosda compliance nazorat tizimini, shuningdek, ichki nazorat va monitoring tizimlarini muntazam ravishda takomillashtirib boramiz. Xususan, avtomobillarning standart elektron tizimlaridan foydalaniladi. Bu esa ularning holati va harakatini turli bosqichlarda kuzatib borish imkonini beradi. Avtomobillarning standart tizimlari va zamonaviy raqamli yechimlardan foydalanish ish samaradorligini oshirishga hamda mijozlar ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Muloqot davomida avtomobillarni sotish, shartnomalarni rasmiylashtirish, to'lovlarni amalga oshirish va servis xizmatlarida korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan sa'y-harakatlar haqida ma'lumotlar berildi. Keng jamoatchilikka bugungi kunda shu korrupsiyaga qarshi kurashishdagi olib borilayotgan ishlar, uni kelib chiqish sabablari va oqibatlari hamda jamiyat va iqtisodiyotga salbiy ta'sirlari haqida keng ma'lumotlar berib o'tildi. Har qanday tartib mukammal bo'lmaydi agarki fuqarolar undan foydalanib, uning kamchiliklari haqida ma'lumot bermasa. Ishtirokchilar Sergeli Avtotek xizmat mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati bilan yaqindan tanishib, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish jarayonlarini ko'zdan kechirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Diyora G'aniyeva, Farruh O'tbosarov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion dasturi uchun.